Shu meni mahallam. Shu yerda Doniyor o'rtog'im bilan bolalikdan katta bo'lganmiz. 2 yoshdan beri o'rtog'imiz 29 yil bo'libdi do'stligimizga. Videolar joylashtirardim do'st haqida. 2000, 3000, 10000 dollar berib yuboradigan videolar joylashtirsam, bunaqa o'rtoqlar hayotda yo'q. Hayotda bunaqa o'rtoq bo'lishi mumkin emas deyishardi. Hozir men sizlarga shunaqa o'rtoq borligini isbotlab beraman. Eshiging tagidaman chiqa olasan? Chiqaman. Xo'p. Assalom. Video o'tdik-da. Mana shuni taqib olamiz. Necha yildan beri o'rtoqmiz sen bilan? 2,5 yoshdan beri. 29 yil. Esingdan mana bu kashilalarda, antlarda o'ynab yurgan paytlarimizda niyat qilardik. Yonma-yon uyimiz bo'lishini. Inshaalloh. O'sha niyat amalga oshdi. Xonsaroydan, muhabbat shahridan o'rtoq, yonma-yon kelamizga uy. Ya vaymi? Yo'q. Inshaalloh hovlida turadi, men domda turaman. Qo'shni bo'la olmaganmiz, lekin bitta mahallamiz. Niyat qilardik bolalikda. Yonma-yon uyimiz bo'ladi. Kadishvada. Keldi mahallasi ekan-da. O'zi Kadishva taraf yaxshi ko'radi. Xursandmisan? Alhamdulillah, Allohga yetkazganiga shukr. Ha? Uxlayotimi? Ha. Qo'shni, qachon choy ichgan chiqasan? Balkoni bor? Balkoni bor. Rahmat aka. Taq o'yinda keyingi yil olinar nasib. Asosiysi og'aynim xursand bo'ldi. Men Xonsaroy kompaniyasiga rahmat aytmoqchiman. Sababi bu meni 4-uyim, ya'ni 3-uy o'zimniki, 4-sini og'aynimga hadya qildim. Birlashib ketganimizdan xursandman. Rahmat sizlarga. Sizlarga ham shunaqa uylar olish nasib qilsin va yaqininglarni xursand qilish nasib qilsin. O'rtog'im emotsiyasiga mazza qildim deb.